Bo'lay desang mustaqil, kvartirani ikkita qil. Mana bugungi manzilimiz 3.2 dahasida 9-domning 4-qavatida joylashgan bir xonali kvartirani obzoriga kelganmiz. Sizlarga orientirni tushuntirib o'tadigan bo'lsam, 3.2 baniyani hamma biladi. Shuni orqasidagi 2-dom, 10-maktabning poliyasini orqasida joylashgan. Qanunda birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Mana ichkariga ham kirib oldik. Domimiz 4 qavatli domning 4-etajida joylashgan. Prixoshkalarimiz kattagina, chiroyli, remontlari o'rtacha holatda. Kirganimizda shundoqqina o'ng qo'limizda tualet vannasi joylashtirilgan. Undan o'tganimizda bu yoqda shundoqqina oshxonamiz. Oshxonamiz hali o'zingiz xohlagandek kuxniy mebellarni olib kelib joylashtirib olish imkoniyatiga egasizlar. Bundan o'tganimizda mana asosiy xonamizga ham kirib oldik. Asosiy xonamiz 5,5 ga 3 ekan. Juda ham shinamgina holatda. Remontlari o'rtacha. Kirib yashasangiz bo'ladi. Shunda bu yoqdan o'tganimizda balkon qismimiz. Mana balkonga o'tib oldik. Balkonimiz 6 ga 1,5 ga joylashgan. Remontlari o'rtacha ko'rib turganingizdek tapchanlar qilib qo'yilgan. Bu yoqdan shundoqqina quyosh botishini bemalol tomosha qilib o'tiradigan joy ekan. Oynalarni ochib qo'yib, chiroyli holatda. Bu kvartiramiz narxini tog'amiz 20.500 etib belgiladi. Pastda raqamlar qoldiramiz. Aloqaga chiqib to'liqroq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Mana shunday 3.2 dan kvartira qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yamiz.